Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega kimyo 2022-yil 2-mavzudan 10, 11, 12 va shu 3 ta masalani yechimini ko'rib chiqamiz. 10, 11, 12. Demak, 10-masalaga qarasak, zichligi 1,964 gramm taqsim litr bo'lgan uglerod oksididagi uglerodning valentligini aniqlang degan. Demak, biz massasini topib olishimiz kerak. M teng 1,964 gramm taqsim litrni 22,4 litrga ko'paytirsak, bizda 44 gramm massa kelib chiqadi. Demak, uglerod oksidi necha oksidligini bilishimiz uchun uglerod OX ta, ya'ni necha oksidligini bilish uchun massasini topsak, buni 12, uglerodning massasi 12 plus kislorodning massasi 16x. Xo'p, 12 plus 16x imiz bizda 44 ga teng bo'ladi. Demak, 16x teng bo'ladi 32. 44 dan 12 ni ayirsak, ximiz teng bo'ladi 2 ga. Demak, uglerod 4 oksid, ya'ni karbonat angidrid. Karbonat angidriddagi uglerodning valentligini aniqlang degan. Mana tuzilishi ikki tomondan qo'shbog' orqali kislorod bilan bog'langan. Bu yerda uglerod 4 valentli. Demak, 10-savolimizning to'g'ri javobi A javob. 11-savolga qarasak, zichligi 1,339 gramm taqsim litr bo'lgan azot oksididagi azotning valentligini aniqlang degan. Massani topib olamiz. M teng 1,339 gramm taqsim litrni ko'paytiramiz 22,4 litrga. Litrlar qisqarib ketadi. Bizda 30 gramm kelib chiqadi. Azot necha oksidligini bilmaymiz. Shuning uchun NOx ta deb olamiz. Kisloroddan X ta. Massasini topsak, azotning massasi 14, kislorodning massasi plus 16x. 14 plus 16x imiz 30 ga teng ekan. 16x teng 30 dan 14 ayirsak 16, x imiz teng 1 ga. Demak, azot 2 oksidi ekan moddamiz. NO. Azot 2 oksidi mana azot qo'shbog' orqali kislorod bilan birikkan. Bu yerda azotning valentligi esa 2 ga teng. Demak, 11-savolimizning to'g'ri javobi C javob. 12-savolga qarasak, zichligi 1,964 gramm taqsim litr bo'lgan azot oksididagi azotning valentligini aniqlang degan. Demak, massani topsak, M teng 1,964 gramm taqsim litrni 22,4 litrga ko'paytirsak 44 gramm. Demak, azot necha oksidligini bilmaymiz. Shuning uchun N2 OX ta deb belgilab oldim. Chunki azot 1 oksidi chiqishini bilganim uchun ham shunday deb belgilab oldim. N2 OX ta. Demak, bunda M teng 28 gramm, azotning massasi 28 plus kislorodning massasi 16x. Xo'sh, 28 plus 16x 44 ga teng. 44 dan 28 ayirsak 16x teng bo'ladi 16 ga, x imiz teng 1 ga. Demak, azot 1 oksid bo'ladi. Demak, azot 1 oksidda 2 xil versiyada, 3 xil versiyada strukturasi bor, tuzilishi. Mana bu holatga qarasak, azot 3 bog' azot va oddiy bog' kislorod. Bu yerda markaziy azotning valentligi 4 ga teng. Mana bu chekkadagi azotning valentligi 3 ga teng. Xo'sh, demak, javoblarda bizda bunaqa variant yo'q. Demak, mana bu strukturasini olib ko'ramiz biz. Azot, qo'shbog' kislorod. Hop, bu yerda markaziy azotning valentligi 4 ga teng bo'ladi va mana bu chekkadagi birinchida turgan azotning valentligi esa 2 ga teng bo'ladi. Demak, bizning to'g'ri javobimiz C javob.